Endi janoblar va xonimlar, ana yangi yilga ham sanoqli kunlar qolyapti. Ana muchal bo'yicha ot yili ekan. Endi ot hamma tomondan ijobiy, ya'ni fazilatlari ko'p bo'lgan jonivor. Ana shuning uchun ana yangi yil shu haligi yurakdagi barcha orzular ushaladigan yil bo'lsin. Ana yangi yilda yana ham jamiyatimiz, yurtimiz obod bo'lsin, xalqimiz farovonligi ko'r bo'lsin. Ana xullas kalom aytish mumkin bo'lgan o'nlab, yuzlab tilak istaklar hammasi sizlarga yor bo'lsin. Yana o'lmas Samarqandiy yangi yil tilagi. Topganingiz halol bo'lsin. Mehnatingiz kamol bo'lsin. Ko'paytirsin boyligingiz, dollar bo'lsin oyligingiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Endi zamon o'zgaravergandan keyin nimadir kirib keladi, nimadir qisqarib ketadi. Ba'zi qisqargan narsalarga aytamiz to'g'ri bo'ldi deymiz, lekin ba'zi birlariga baribir xohlaysizmi yo'qmi jon achiydi. Shulardan bittasi mana shu to'y hashamlarda tabrik so'zi. Endi avvallari mana kuyov jo'ralari har xil kiyimlarni kiyib, kelin dugonalar nima qilib gulbazmlariga ishtirok etganmiz. Bizda vohada kamroq vodiyda gulbazm. Ana bugungi kunga kelib turib to'yga borsangiz, to'yda egasiga hech kimga so'z bermang deydi-da. Kerak emas deydi. Nima uchun? Chunki professorga so'z bersangiz ham, oddiy dehqonga so'z berasizmi, yosh bolagami, hammani gapi bir xil. Baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Keyin bu kelganlar nima uchun kelganini bilmaydi deb o'ylaydi shekilli-da. Bugun faloncha bilan falonchani visol to'yiga yig'ilganmiz o'rtoqlar deydi. Ana qadaq so'zida, endi qadaq so'z deyish mumkin, tabrik so'z deydimi? Bu juda zo'r narsa edi. Ana buni yana qaytadan tiklashimiz kerak degan niyatdaman. Haligi kutilmagan bir yaxshi tilak, istaklar bildirilishi kerak. Hali xullas kalom shunga bag'ishlangan yana bo'lmasa Samarqandning bir she'ri qo'limga tushib qoldi. Qarang. Tabrik borki, nur sochar ming yil, hech zanglamas oltin misoli. Tabrik borki, elimas kungul, sevmay erga tekkan xotin misoli. Jilmayadi nogahon yuzlar, so'z qudratini his etib sizday. Yig'lab turar ba'zida so'zlar, zo'rlab erga berilgan qizday. Zo'r tashbihlar topaman gohi, ilohiy bir xayolga o'xshar. Tashbihlar borki nigohi, ersiz tuqqan ayolga o'xshar. Tabrik so'ngida so'zning mohiri, xulosa bu may to'la jonday. Qaysidir bir tabrik oxiri, janozasiz ko'milgan jonday. Tabrik qilsang jaranglab sasi, tashna jonga nisorday bo'lsa. Tabrik qilsang toti mazasi, kuttirilgan misolday bo'lsa. Hozir internetda bir qizil narsani ko'rib qoldim. Xullas kalom, tug'ilgandan keyin jonzot borki, hammasini ko'zi har xil vaqtda ochilar ekan. Mana sigir, mol birdan ochilar ekan ko'zi. Keyin mushuk, pishak 6 kunda ko'zi ochilar ekan. Kuchuk it 10 kunda ochilar ekan. Odamlarning ko'zichi. Odamlarniki endi u yerda yozilmagan-u. Menimcha uylangandan keyin ochiladi-da. Meni xotinim farishta deb maqtabdi-da xotinini. Meni xotinim farishta desa, yonida xayol surib turgan o'rtog'i meniki hali ham tirik deymish. Kecha haligi internetda ko'ramiz ko'p narsani. Xullas kalom, Efiopiya degan davlatda 42 millionta bosh sigir bor ekan, qoramol. Sudanda 30 millionga yaqin ekan. Lekin xabaringiz bor, ikkala nomi tilga olingan davlat ikkalasida ham qashshoqlik. Mana Gollandiya degan davlatda bor-yo'q 11 million bosh qoramol bor ekan. Lekin butun dunyoni sut mahsulotlari bilan ta'minlayapti-da. Nima demoqchiman? Gap sigirda emas ekanda. Gap iqtisodni boshqarayotgan ho'kizlarda. Er televizor ko'rib o'tiribdi-da, xotin oshxonada ovqat qilyapti. Xotin yerda ovozi chiqib qolibdi-da, "Qayt, orqangga qayt! Borma! U yoqqa borma, qayt, orqangga qayt! Qayt, orqangga qayt!" Xotin qo'rqib ketib, yugurib oshxonadan chiqib, yerga o'tirgan xonaga kallanib chiqib, "Ha, dadasi,
nima ko'ryapsiz qanaqa kino desa, kino emas, to'yimizni ko'ryapman. Qayt, orqaga qayt, borma deyishdi. Internet to'la latifalarda mana bu menga juda ma'qul bo'ldi. Xullas, sartarosh xonada sartarosh soch olyapti. Bir yigit xo'rib kirib, "Assalomu alaykum aka. Nima, soch oldirmoqchi edim" desa, "Bo'ldi aka, o'tirib turing. Nechta odamingiz bor" desa, "To'rtta. Bu to'rtta bo'ldi. Kelaman" deb chiqib ketgan ekanda, kelmas ekan. Yana 5-6 kundan keyin yana paydo bo'ldi. "Aka, assalomu alaykum. Soch oldirmoqchi edim" desa, "Aka, o'tirib turing. 3ta odam bor. Mana olib tashlayman, 3ta odam o'tirib turing. 3ta bo'ldi aka, xo'p" deb chiqib ketibdi. Yana yo'q ketibdi. 3-safar yana kelib turib, "Assalomu alaykum. Soch oldirmoqchi edim aka. Odamingiz nechta" desa, "Uka, 2ta odam bor. 10 minutdan 20 minut. O'tirib tur, sochingni olib qo'yaman. 20 minut bo'ldi aka" deb chiqib ketsa, sartarosh bu qanaqa bola ekan bu shogirdga balki bor qara, u qanaqa nima bunday qilyapti u desa, shogird chiqib ketibdi-da. Keyin 5 minutdagi shogird qaytib kelibdi-da. Sartarosh, "Uzatdingmi?" desa, "Ha, qayerga ketdi" desa, "Bir dasta gulab sizga kirib ketdi" deymish-da. Endi mana yangi yilga har xil surprizlar, sovg'alar, narsalar bo'ladi-yu. Ana yo'l harakat xavfsizligi xodimi deylar, nima deydi? Gai deb turganmi? Bir mashinani to'xtatib, hali rulda o'tirgan yigitga, "Aka, biz yangi yil munosabati bilan bir haligi nima o'tkazdik harakatda. Shunda mana shu yo'lakdan siz mana 100-chopir. 99 kishi ham shu haligi qoidani buzdi. Siz buzmadingiz qoidani. Shuning uchun tashkilotimiz nomidan mana 20 million sizga mukofot. Salomat bo'ling" desa, "Hali aka, pulni olib zo'r bo'ldi. Hali pilova sotib olaman." "Nima qilasan? Pilova sotib ol. Pulda qol. Tush mashinadan bepilova mashinada yuribsanmi" desa, endi xotinlar o'rtaga tushadi endi. "Akajon, jon aka, to'patirish odamsiz. Qo'ying shu mas odamni. Bu mas odamni teng bo'lmang. Ya hali hujjatsiz mas holda haligi boshqaryapsanmi" deb to'polon bo'lsa, orqada choli kampir o'tirgan, choli uxlayotgan ekan. Cholda ko'zini ochib turib, "Chegaraga keldikmi" debdi-da. Desa, "Ya, chegaraga keldilaring" debdi. "Tush, shu to'rtta tush" desa, kampir tushayotib, "Ming marta aytdim, o'g'irlangan mashina bilan uzoqqa borib bo'lmaydi" deb aytdim deyishdi. 20-asrga tegishli latifa. Xullas kalom, ichki ishlar binosiga bir yigit kirar ekanda, "Assalomu alaykum aka. Men amerikalik shpionman" desa, "Hali nimangiz bormi yo'qmi?" debdi. Bariga bo'ladi, nima deydi u? "Aloqa vositasi" desa, "Bor. Bor bo'lsa 6-xonaga o'ting" debdi. 6-xonaga borib, "Assalomu alaykum. Men amerikalik shpionman. Meni aloqa vositam bor. Qurolchi desa, "Qurolim ham bor" desa, 11-xonaga boring debdi. 11-xonaga borib, "Men amerikalik shpionman. Meni aloqa vositam ham bor, qurolim ham bor" desa, "Topshiriqchi, topshiriq ham berilgan desa, berilgan topshiriq desa, topshiriq berilgan desa, bu yerda ishni bizlarni qo'yib boshda ortguncha, "Bosh topshiriqni deb bajar, chop" deb chiqarib o'tadi. Men o'zimman she'riyatni yaxshi ko'raman. O'zim ham endi avval ko'p yozaydim, hozir uncha ko'p yozmayman. Ortiq Sulton degan taxallus bilan yozardim. Demoqchimanki, she'riyatni yaxshi ko'raman. Ayniqsa Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf, Usmon Azim, Azim Suyun. Xullas, Erkin Vohidovning mana shu she'ri menga juda yoqadi. Er xotinni jag'ini yordi. Xotin dod deb o'ynashga bordi. Bosolmadi o'ynash jahlini, u ham yordi erning jag'ini. Bo'ldi janjal, bo'ldi to'polon, mahkamaga bordi uchovlon. Uchovlon teng so'zlashga tushdi, oxiri ayb o'ynashga tushdi. Eri xotin topishar ekan, yotga balo yopishar ekan. Yirtiq jag'lar yamalib ketdi, o'ynash sho'rlik qamalib ketdi. Xullas kalom, ana er ishdan kelsa, xotin ish kiyimlarda divanda yotganmish. "Nima yotish bu? Bolalar bor" desa, xotin dadasi, "Men mazam bo'lmayapti, qizib ketyapman men dadasi. Men qani juda mazam bo'lmayapti dadasi. Haligi chop aptekaga tushib, haligi palon dori olib kelmasangiz, meni mazam bo'lmayapti" dedi. "Xotin qimillama, hozir topib kelaman, yer doston bo'lsa ham" deb yugurib borib tuflini kiyatsa, o'g'ilchasi keldi, "Dada,
shkafni ichida Abdulla bobo bor debdi-da. Shkafni ichida Abdulla jahl bilan kelib ochsa, haqiqatan Abdulla turganmi shkaf ichida. Uyalmaysanmi jo'ra? Xotin o'laman debdi-da. Sen o'g'illar bilan bekimacha o'ynayapsanmi? Chiq uyingga deb turib chiqarib o'rgan. Xullas taqdir taqozosi bilan bir chuqurga sher, bo'ri va ho'kiz tushib ketibdi. Chiqolmaydi. Uringan, naq ko'rgan, bunaq ko'rgan iloji yo'q. Bir o'tdi, ikki o'tdi, qorin och qolgan. Keyin sekin sher bilan bo'ri tilni bitta qilib, hali ho'kizni bo'yniga qo'yishibdi endi, ho'kiz debdi baribir. Beda bo'lmasa ham baribir qassob qo'liga bugun erta mana yangi yil bayrami kelyapti, tushayding. Endi bizlar ham baribir o'lamiz, bu yerdan chiqib ketishni iloji yo'q. Shunga endi shu seni yesak 3-4 kun ziyodroq yasharmidik desa, ho'kiz ham to'g'ri qabul qilib, gaplaring to'g'ri aka, faqat bitta iltimosim bor deb. Xo'sh desam, shu orqada bir yozuv bor deydi. Shuni bilishim kerak deyman, shu qo'l tegib-tegmay shuni Jon aka debdi sherga, shu bitta bilinglar o'tib orqada nima deb yozilgan ekan, shu bilib ketaydi desa, hali bo'ldi deb bitganiga xursand bo'lib sher o'tibdi-da, birazdan quruq qolgandek bo'ri ham orqaga o'tibdi. Hali ho'kiz ikkita oyog'i bilan urgan ekan, hali sher to'g'riroq turgan ekan shekilli, birdan joni uzilibdi-yu. Hali bo'rini bo'yni sinib yotgan joyda o'ziga o'zi o'qishni bilmaysa, orqaga tushib qo'yib tursiga deyishdi. Neylar edi maqsading o'ying, endi chindan to'lgandir ko'ngling, samolarga yetgandir bo'ying, chin sevgimni xor etib ketding. To tonggacha tushlar ko'raman, xayolingda baxtga to'laman, kunda birmas 100 bor o'laman, yo o'zingdan or etib ketding. Baroridan kelib bozoring, yuragimdan qoldi ozoring, yig'lay desam yo'qdir mozoring. Ne g'amlarga yor etib ketding, ey yor, meni zor etib ketding. Imtihon talaba bilan domla o'tiribdi, yuzma-yuz. Domla u savolni beradi ham talabajim, bu savolni beradi ham talabajim. Oxiri domla menga qarang, o'zi nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'layotganini bilasizmi desa, ha domlajon, imtihon bo'lyapti-da, imtihon. Imtihon nimaligini bilasizmi desa, hay domlajon, imtihon bu ikkita aqlli insonni suhbati desa, domlani jahri chiqib turibdi-ku. O'sha ikkita aqllingizdan bittasi ahmoq bo'lsa-chi desa, domlajon, unda ikkinchisi haydalib ketishi mumkin institutdan deymish. Endi hozir imtihonlar tez bo'lib ketgan. Hali men bir hazilim bor. Alisher Navoiy qachon tug'ilgan deb hozir bizlardan so'rasangiz, variantlar yo'qmi deb. Variantni nima qilasan? Mana turgan mana rasm ana shu Alisher Navoiy. Va tagida yozib qo'yibdi. 1440. Nima mana shu yozuv? Nima mana shu tagidagi desa, menimcha domla bu telefon nomerlari bo'lsa kerak-da deydi-ku. Shunga o'xshab hamma zamonni o'ziga xos imtihoni bo'lgan. Bizning davrimizda endi domla bilan hali talaba o'rtasida suhbat bo'lardi. Endi o'sha fizika darsidan imtihon, ana domla bolalar o'tiribdi. Bolalar kim mana shu savolga javob bersa, 5 qo'yaman. Savol. Tok kuchi nima bilan o'lchanadi? Jim. Tushunarli? Demak, hozirgi savolga kim to'g'ri javob bersa, 4 baho qo'yaman. Savol. Tok kuchi nima bilan o'lchanadi? A. Ampermetr, B. Voltmetr. Jim. Endi kim javob bersa 3 qo'yaman. Tok kuchi ampermetr bilan o'lchanmasmikin? Jim. Orqadan bitta talaba bundan bugun baho olmaymiz deymişti. Qaydadir o'qib qoldim. Jannatga kirgan har bir erkakka 72 tadan hur berilar ekan. U hurlardan 70 tasi jannatning hurlari-yu, ikkitasi bu bizning dunyodan ekan. Endi shu gapni eshitgandan beri xotin bezovta, endi bittasi xotin. Ikkinchisi kim bo'lishi mumkin degan savol bilan bezovta bo'lyapti. Aytsammikin, ya o'sha qilib olganda bilgani ma'qulmi? Ha? Birga ishlaydigan bir singlimiz borlar. Qarasam kayfiyatsiz turgan ekan. Ha? Tinchlikmi? Bayram kuni kayfiyatingiz yo'q desam, "Ortaka, men ukangiz bilan ajrashmoqchiman." Ya og'ir bo'ling, shunday yaxshi kunlarda, ya tinchlikmi desam. Haligi yotoqxonamizdagi divan bor-ku, shuni yonidan ayol kishini ichki kiyimini topib oldim. Yo'q desam, o'ylayapman, kimniki bo'lishi mumkin ekan-a?
Dedim aytdim singlim endi kimniki bo'lsa ham ish qilib yeringizni o'ziniki bo'lmasin dedim. Bayramda endi o'ziga xos nimalardan bittasi bayram sovg'asi. Xotin boshlab qoldi, nima sovg'a qilasiz? Nima sovg'a qilasiz? Deb aytdim. Xotin dedim. Xohlagan narsangni tanla, faqat J harfi bilan boshlansin dedim. 2 minutdan kelib turib, dalasi topdim. Nima desam, jilla uzuk jirilyanti bilan deydi.